Assalamualaikum qarindoshlar. Aldı bilan siz ko'rib kelayotgan qarindoshlar bo'lsa, o'zim so'rayman. Azroq vaqt videolarni yangilar surdi aslab qoldi. Xil sabablar tufaylidan. Şu an bundan keyin bundan uzun so'z o'tmaslik terishmay qo'yayim buyursa. Maqsad kelsek ham bu qitimliq ham bundan keyingi bir necha videolarda ama şu til bo'g'laqlarininki qanday yasaldiganligi, to'g'riliq tafsiliy tushuntirishni to'g'ri topdim. Hem bunun qanday zaruriyati bor degan vaqtda, shu vaqtgacha chiqolmasimi bu 6 7 7 8 videoda ama şu kichik tipdagi, ya'ni o'zimizning kompyuter mang'uza oladigan modellarni mang'uzish, o'zimiz qulaylik bo'lgan vaqtda asoslarni mang'uzish to'g'riliq so'zlab keldik. Endi asosliq maqsad şu modellarni ishiltish edi-de. Avval bir ishlatib ko'rib bakıp bu sun'iy aql, hozirgi zamondagi sun'iy aql degan qanday narsa degan tushunish bir bosqichi deb yig'incha qildim men o'zim. Hem gapimiz qaytib kelsak, bir ishiltib baktık bu sun'iy aql degan narsani. Endi buningki bu qanday yasalgan, qanday paydo bo'lgan deganni mencha bilib qo'yishga tegishli deb o'yladim. Hem shu sababdan shuni yasalish bosqichi ham o'zim bu sohada kasbiy emas. Ben öğrengici bo'lg'achqa, öğrenganlarimni o'zimning bilgan, o'zimning til orqali yetkazish maqsadimdi de. Bu narsaning tigini, asosini bilib turib ishlatgan bilan bilmay turib ishlatgan mencha nurg'un qarindoshlarimiz bu to'g'riliq tajribaga ega deb o'ylayman. Bilib turib ishlatgan afzal. Shaxsan o'zim shunday qarayman. Shu sababdan ham men bu soat öğrengici bo'lg'achqa, hamda shuning qanday yasalganligini bilish degan bir yerga kelib qolgan o'xshayman-da. Shu sababdan ham o'rganish bilan birga men ko'pchiliklar bir o'rtoqlash degan maqsadda hamda bundan keyingi necha qitimliq videoda shu desak nazariya, ya'ni shu yasalish jarayoni to'g'riliq astola o'zim tushuncha uchur berishni o'ylashdim. Hamda shu bu qitimliq videoning mazmuniga qaytib kelsak, shu bir necha xil temada ilib bormoqchi. Birinchi yig'inchoqlama. Bu yerga yig'inchoqlama deganim shu kanalni ichilib bir necha videolarda kelgan ishlarni va astola qisqagina bir yig'inchoqlash. Anki bu amaliy qo'llangan model. Ya'ni biz shu vaqtda ishlatgan ulama bo'lsin yoki Elem studiyalari bo'lsin, shu model degan bizning ko'zimiz ko'ringan, biz ashuni tushirib ishlatib sinagan qanday narsa deganni qisqacha bir tushuntirish. Ya'ni bir eslash. Anki keyingisida modelni yasash qadam bosqichlari, qancha qadam bosqichlari qanday yasaldi qisqagina bir oddiy qilib tushuncha berishni o'ylashdim. Andan keyin bu modelning bir necha qadam bosqichlari bor. Shuning ichidan bu qitimliq videoda oldin ikki bosqichlar tafsiliy tushuntirish. Andan keyin to'lqinlashtirish, ya'ni to'lqindan bir hukm paydo bo'ldi. Shu to'g'ri asl tushuncha berish. 5 tema ustida bu qitimliq videoni oyoqlashtirishni o'ylashdim. Men buni mazmun boshlab kelsak, yig'inchoqlama deganda hamda hozirga qadar 6 7 7 8 video bo'lgan bo'lsa taxminan Uşaq nima ish qildik degan vaqtda bu asosliqi o'z muhitga, ya'ni o'zimizning kompyuter, o'zimizning bosh sharoitiga modelni o'rlashtirib ishlatish, qo'llanish. Maqsad qilgan bir qator mashg'ulotlar, ya'ni o'zimizning shaxsiy kompyuterga shu Olama, Elem Studio, OpenWeb UI qatorliq suplarni ishlatib, sun'iy aql modullarni o'rlashtirib ishlatib sinab ko'rdik-da. Olama desak, masalan, terminalda OpenWeb UI'da ishlatilib bo'lgan şeklini gördük. Elem Studio ise özünün GUI'si var. Hem bunun modülleri ne şey? OpenWeb UI suplu. Yani tor körgüçte. İşletildiğin, işletki bulduğun bir yollarını görüp çıktık. Hani ki OpenWeb UI, yani öz OpenWeb UI'nin ki suplusunu işletiş arkalık olamadaki modeller hem GGUF şeklindeki modellerini Web UI'ye yüklep işletip sınap görüş. Yani emeli meşgulat demdik hem de. Yığınçaqlasak şu hazırgıca qilgan ishlarimiz asosan modellarni tushirib o'zimizning kompyuterga, o'zimizning bosh sharoitiga shuni 3 xil usulda ishlatish bo'ldi-da. Amaliy qo'llangan model deganimiz nima degan vaqtda hozirgacha biz sinab ko'rgan modellar, olama bo'lsa, olamaning to'rpitidan o'sha yerdagi adresni tushirib kesib chaplash orqali, ya'ni o'sha yerdagi adresni terminal kesib chaplash orqali tushirdik. Uni yana bir komanda bilan komandolar mang'uzdiq, savol so'rdik, ishlatdik. Yani bizning ko'zimizga, bizning esqallarimiz shunda bir sig'imga ega, bir sistema desek sistema emas, bir sonliq ma'lumotlarning jug'lanmasidek bir uqib bergan bo'lishi mumkin. Shaxsan men shunda bo'ldi. Elem Studio o'xshash. Buning ismi va sig'imi va ya'ni taxminan manchi milliard parametrni o'sgan bir sonliq ma'lumotlar to'plamida. Ana buning keyinida yuzaki biladigan mashina o'rganish, machine learning bor. Undan boshqa shu Google'ninki mening bilishimda bu. Google'ning 2019 e'lon qilgan bir
bir ilmiy maqolasi sababli bu mashina o'rganish degan narsa taraqqiy qilib o'sha yetdi degan hukm borda. Yani bu to'g'rimi xatomi bilmayman. Manga shaxsan bilingan shu AI ya'ni sun'iy aql model degan shunday narsa degan bir hukm bor. Endi bu to'g'rimi xatomi deganda bundan keyin barbara tuzilishi qurilmasini tushunish orqali javob topmayman deb o'yladim. Bu yerda modelning yaslash qadam bosqichlari degan rasmiy temaga kirsak, bu modellar shu 7 xil yo'lni besib o'tizganmi. Avval sonliq ma'lumotni to'plab va uni bir taraf qilgandan keyin shu yasmoqchi bo'lgan modelningki loyihasini bekitish kerak. Andan keyin bekitib bo'lgandan keyin o'sha bekitilgan qurilma bo'yicha to'plangan sonliq ma'lumotlarni oldiga o'rgatish bu yerda hisobda mashina o'rganish asosli bo'lishi mumkin. Andan keyin buniki fine tuning degan inchik, men bu fine tuning degan inchik tangshash deb oldim endi bu to'g'rimi emasmi barbara tushunish jarayonida bu tarjima to'g'ri emas, to'g'ri yo to'g'ri emasligiga hukm qilamiz deb o'ylayman. Bu tangshash elib bo'lgandan keyin baholash va dalillash. Ham bu yerdagi baholash va dalillash deganimiz masalan mening tushunchamda baholash deganimiz yangi chiqqan modellarniki masalan shirkatlar mayada mancha nomer oldi, bo'lakda mancha nomer oldi deb bir loyilash shu o'zining modellarining boshqa modellarga so'raganda yaxshi taraflarini bir chiqqan bir grafiklar oldu. Silindr simon grafiklar. Şunu holat şunun o'zini men bağlash deb tushundimda. Ya'ni bu dalillash deganda masalan biz modelni sinagan vaqtda bir qancha savolni so'rab baqqan. Chiqib baqqan modellarni misol olsak, masalan strawberry degan so'zda qanchadan r degan harf bor degan so'ragan vaqtda ba'zi modellar to'g'ri javob berdi va ba'zi modellar xato javob berdi-da. Shuningdek javobni aniq bo'ladigan savollarni so'rashning o'zini men dalillash deb tushundim. Undan keyin bu a'lalash, mushu baholash va dalillashga asosan buni texmi a'lalashtirib, undan keyin buni muqimlashtirish, o'rlashtirib tayyorlik qilish. Undan keyin eng oxirida shu ishiltish ham nazorat qilish deb bir bosqich bor ekan buni. Ham nazorat qilish degani bundan keyin tafsiliy tushuntirishni o'ylashyapman. Shu jarayonda bu nazorat degan zot nimaning nazorat ekanligini bilib tushunib men shuni o'ylashdim. Yani bunu yığıncaklasak şu sun'iy idrak model yani sun'iy idrakning o'zi sonliq ma'lumot to'plash, yani buni loyihalash, bütün modellarni, bütün shu sun'iy idrak bir to'plamninki loyihasini tuzish, shunga asosan o'rgatish, tangshash, baholash, ya'ni tajribadan o'tkazish, yani texmi yaxshilash, a'lolashtirish, yani amaliy ishiltish. Ne ibaret şu 7 bosqichni besib o'tizgan endi. Endi bu 7 bosqichning ichidan bu qatam tafsiliy tushuntirdigan shu birinchi bosqich bo'lgan sonliq ma'lumotni to'plash va uni oldin bir taraf qilish. Sonliq ma'lumotni to'plash va oldin bir taraf qilish degan qanday narsa degan vaqtda avval bu sonliq ma'lumotninki manbasi bo'lishi kerak-da. Endi bu manbasi nima degan vaqtda to'rbetdagi kitob, qog'oz, ya'ni asosiy gazet jurnal degandekda. Yani xabar maqola va yoki kod to'g'ridagi har xil tekst sonliq ma'lumotlari. Ham bu yerda deyilgan sonliq ma'lumotlar asosan to'r yoki kitob, asosan to'rlardagi sonliq ma'lumotlar yoki tekst sonliq ma'lumotlari bo'ldi ekanda. Buning miqdori qanchalik miqdordagi sonliq ma'lumotlar lozim bo'ldi deyapti. Bu o'zimizningki modelning xarakteriga bog'liq bo'ldi deb o'ylayman men. Ham bu yerlarda umum jihatda qilganda bir qancha terabayt, necha 10 terabayt qarliqdagi CSV yoki JSON sonliq ma'lumotlari. Bu vaqtda bir normal modellarni tuzib chiqilib bo'ldi ekanda. Shu umum jihatda hozirgi shu modellarning ahvoliga asosan. Bu sonliq format, ya'ni qanday shakldagi sonliq ma'lumotlar degan vaqtda asosan tekst hujjatlarda. Bu LLM bo'lg'ashqa, ya'ni til modeli bo'lg'ashqa, bu hozirgi taxminan 80% modellarning 80 mencha hamda mening his qilishimcha taxminan 80% modeli asosan tekst. Ya'ni xat besib so'raymiz, xat shaklida qaytarib turadi. Ammo hozir shu ovozliq so'rash deganlar kelib chiqdi. Umuman asosan tekstningki asosida qurilgan narsalarda. Shu sababdan bu modellarda tekst hujjatlari asosli sonliq ma'lumotningki manbasi bo'ldi ekanda. Yani bununki to'plab bo'ldik bu yerda. Mush xilolat CSV, JSON qator format sonliq ma'lumotlar. Bu nereden keldi deganda to'rbet kitob, xabar maqola qatorliq, kod qatorlardan keldi ekan. Yani buning hammani bevosita ishlatgan
ishlatkeli bo'lamdi degan vaqtda bo'lish mumkin, lekin ishlatgan vaqtda uning buning ichida mana binormal sonliq ma'lumotlar yoki xato sonliq ma'lumotlar endi bo'lmaydi olmaydi. Endi bu yerda shu sababdan hamda buni oldin bir taraf qilish to'g'ri keldi. Oldin bir taraf qilish degan nima degan vaqtda salom bilan tozalash. Endi mayada ama Uyg'urcha xat bilan alfabet toza to'g'ri bir qurut kelmagachga shu Uyg'urcha harf tanlash to'g'ri keldi, ama HTML xat kuchlari degan gapda ama ya'ni shu to'g'ri betni e'langan sonliq ma'lumotlar bo'lsa, buni cho'qim HTML xat kuchlarini o'chirish kerak. Andan keyin zarur bo'lmagan belgilar, ya'ni ortga qo'yilgan chekitbash qatorliq narsalarni o'chirish kerak. Hangi imlo xatosi uni tuzatish kerak. Ya'ni o'xshash bu yerda ko'paytirgan sonliq ma'lumotlarni o'chirish, ya'ni o'xshash sonliq ma'lumotlar necha qaytlangan bo'lsa, shuni o'chirish. Qatorliq oldin bir taraf qilish zarur bo'ladi bu yerda. Zarur bo'ladi ekan. Bu yerdagi hukmlar belki murakkab hukmlar emas deb o'ylayman. Bu sonliq ma'lumot to'plash va oldin bir taraf qilish. Keyingisi model loyihasini bekitish. Bu bosqich bir modelni tutib chiqishdagi eng muhim bosqichlarning biri ekan bu. Bu loyiha oxiridagi shu natijaga bevosita ta'sir qiladigan bosqich bo'ladi ekan. Bu model loyihasini bekitish degan nima degan vaqtda bir qilib takrorlab o'tsak, zaman cho'ng subyektli modelning taraqqiyot jarayonida shu model loyihash bosqichi umumiy muvaffaqiyat belgilaydigan halqалық bosqich. Bu bosqichda qurilma, ya'ni bu yerda qurilma deganimiz inglizcha architecture degan gapkan. Qurilmani tanlashdan tortib yuqori parametrli tangshish va belgi qo'yish, ya'ni belgi qo'yish deganimiz bu yerda men to'lqinlashtirish deb oldim. To'lqinlashtirishni o'zini belgi qo'yish deb oldimda. Belgi qo'yish usulini qarorlashtirishgacha har xil texnik qarorlarni chiqardi. Shu sababdan asosli bu modelniki yurak qismini loyihalaydigan bir bosqich bo'lg'achqa, ya'ni shu qurilmani bekitib o'tgandan keyin mush bo'yicha o'g'itish, uni fine tuning qilish, undan keyin fine tuning tugaganiga asosan shu loyihalarga baholash bo'lg'achqa, shu loyihani bekitish bosqichi nihoyatda muhim deb qaraldi ekan. Model loyihash bosqichining o'rni va ahamiyati degan vaqtda model loyihash bosqichi soliqlarni to'plashni oldin ishlab ishlashdan keyin va mashqdan burun keladigan bosqich, halqалық bosqich. Bu bosqich hamda model loyihalash qarori astoydil o'ynashni talab qildi. Chunki ular oxiridagi elimning iqtidori, unumi va maqsadchanligi bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bu yerda o'tgandek bu bosqich nihoyat muhim degan bir mazmunda bu. Endi bu model loyihalashniki bu asosiy 3 muhim tarkib bo'ladi ekan. Buning birinchisi arxitektura qurilma, ya'ni butun modelninki qurilmasini. Buni misol olsak, bu inglizcha arxitektura. Men qurilma deb oldim. Bu arxitektura demas, bizning tilimizda arxitektor. Ya'ni shu qurilishni aylaydigan yoki shu kasbni shunday odamni shunday deb ataydi deb o'ylayman. Shaxsan men o'zim shunday bir hukmga ega. Shunday yaqin kelgachkim, bu misol olgan vaqtda shuni bir binoninki chertyojiga o'xshasak bo'ladi deb o'ylayman. Shu chertyoji sizilgan bo'yicha binolar, qurilishlar, ya'ni birinchi qavatdan boshlab ilinib ma'lum deb men shunday hukm bor. Shuni o'xshatdim. Ikkinchisi high parameters, ya'ni ichidagi parametrlarni, modeldagi parametrlarni tangshish bosqichi bo'lishi mumkin. Uchinchisi tokenization, ya'ni shu tokenlashtirish, belgi qo'yish. Buniga ya'ni misol olsak, bu tokenization, ya'ni belgi qo'yish deganimiz chertyojning ustidagi bir qarab bilalaydigan, masalan, eshik derizlar yoki lift yoki o'burnik yoki oshxona qatorliqlarning shu chertyojda bir ifodalaydigan bir belgilar bo'ladi. Bir qarablar mana maya o'burnik ekan yoki maya peshtaxkan, mayaki eshikkan, mayaki chiqish eg'izgan degandek bir hukmga ega bo'ldi shuni chertyoj qarg'an odam. Bu yerdagi tokenization deganimiz shu chertyojning ustiga shu chiqish bir belgilarni ko'rsatadi. O'xshasak bo'ladi deb o'ylayman. Bu maqitimda shu asosli shu 3 muhim bosqichniki shu tokenization, ya'ni belgi qo'yish. Shuni tafsiliylik tushundiramiz. Qolganlarini barbara tushundirib, men shuni o'ylashdim. Bu yerdagi bu tokenization, belgi qo'yish degan nima degan vaqtda ishlatuvchilarning kirgizgan asl sonliq ma'lumotlarni model bir taraf qiladigan sonliq ma'lumot formatiga, ya'ni vektor o'zgartishni ko'rsatadi. Bu yerda
tekst kichik bo'laklarga token, belki tokenization'ın token'da. Token'ga parçalanıp yani kichik bo'laklarga. Token degani Uyg'urchada kichik bo'laklar deb oldim endi. O'sha token yani kichik bo'laklarga parçalanıp söz, tarmoq söz yani söz bo'laklari. Hatta belgilergacha, bu belgilerga chekitpashlargacha parçalandı. Yani bunu misal alsak Uyg'urchadagi sözlerini tokenlashtirish bir qadar alayda bo'lishi mumkin. Çünkü bizning tilimizda bu men degan söz, yani ning bilan mening. Yani bunu bir söz deb bilish kerakmi? Yoki söz birikmasi deb bilish kerakmi? Hatta bir qadar masala bor deb o'ylayman. Shu sababdan Uyg'urchadagi har bir tilda, men Uyg'urcha emasdi balki, har bir tilning o'ziga tushlik alayda bo'lg'achqa, har bir tilning so'zini, tarmoq so'z bo'laklarini parchalab tokenga aylantirish degan bir oson emas deb o'ylayman shaxsan o'zim. Yaponchani aytsak, bu LLM degan nima degan gapda bu. Nega yozilgani? Yani bu yerda LLM ayrım bir söz yoki söz ayrım bir söz şekilde bir vektorga aylanadi. Bo'lsam degani bir vektorga aylanadi. Nima degan bir vektorga aylanadi. Ma ikkisi hamda bu söz emas yoki söz birikmasi emas yoki belgilama emas. Hamda bu yaponchadagi bir savolning shaklida hamda. Bu yerdagi bu ikkisi bir söz bo'lmagan bilan, lekin butun bir cümle şeklidagi bir cümle altı qilishga lozimli bir grammatiklik bo'lakda. Yani buni ayrim bir kichik bo'laklar, yani tokenga aylantirish kerak. Belgilar degan vaqtda inglizcha desakmish, mesela hello world degandek so'zlarni bir bu so'zda bu so'zlarga bo'lib, mush belgilar, mamiyatga dollar belgisimiz mush belgilarni tokenga aylantirildi-da bu. Tokenization degan bosqichda. Yani bu yerdagi vektor degan nima? Vektor deganimiz asosan to'liq o'tirdan boshlab qo'ydimi? Matematikga o'tishga boshlagan, ya'ni vektor deganimiz bu sonlar gruppasida. Yani bu yerdagi vektor degan narsa bu sonlar gruppasi, ammo ma'no jihatdan til so'z yoki bir ma'noni son yoki sonlar gruppasiga tarjima qilinishi, ya'ni til so'z til yoki ma'noni matematiklik ifodalash uchun xizmat qilgan sonlar gruppasi. Yani mashina o'rganish va cho'nqur o'rganish modellerining ishlatgich tarafidan kirgizilgan buyruq sonliq ma'lumotlarni tushunish uchun ishlatiladi. Yani bu nima ishlatiladi degan javob ekan bu. Yani bu nima ishlatiladi degan vaqtda, ya'ni mashina o'rganish, cho'nqur o'rganish modellerining biz tarafdan kirgizilgan buyruq sonliq ma'lumotlarni tushunish uchun, ya'ni bu o'zimizning til bo'yicha aytgan vaqtda bu kompyuter, mashina degan narsa bizning tilimizni tushunmaydi. Shunga bir mashina tushunadigan bir shakl ekilish kerakda. Hamda mashina tonish kompyuter yoki bir mashina toniydigan til deganimiz, ya'ni son, ya'ni sonlar gruppasi. Bizning gapimizni sonlar gruppasi orqali ifodalagan vaqtda mashina toniydigan holat keladi. Shuning bilan biz bu mashina toniydigan holat kelgankin, biz shu isat bir arliq tarjimon qo'yib, kompyuterga gapimizni tushundirdik. Tushundirib bo'lgandan kompyuter shu biz o'zining tilini, ya'ni shu sonliq bir sonlar gruppasini to'nig'ashqa shu orqali biz bergan buyruqni ijro qiladi deb tushundim men shaxsan. Masalan, taxminki misol deb tushundigan vaqtda mushuk degan bir so'z vektorga aylangan vaqtda 0.192, 0.145, 0.188 mushundaq bir sonlar gruppasi, ya'ni vektorga aylandi. Mush vektorga aylangan vaqtda kompyuter mushu vektor, yani mush songa asosan bu mushuk degan gapkan deb bizning gapimizni tushunadi-da. Mushuk, bu yerda mushuk va ishdan vektorlar o'xshash ma'noga ega. Bo'lg'achqa yaqin intan o'xshab ketadi deb qaraldi. Ham bu yerda tirnoqchiga ilg'ilib intan o'xshab ketadi deb tirnoqchiga ilg'ilgan gap bu. Hamda mushuklar ikki narsa, ikki jonliq. Ammo kompyuter to'nigan vaqtda asosan yaqin keladigan 4 put va choy astul o'xshab ketadigan bir narsa degan hukmda toniydi deb bir toniydi degan bir men tushunchasi bo'ldi deb o'ylayman. Shu sababdan belki mesxam bo'lishinglar mumkin. Savoldan modellardan savol so'ragan vaqtda savolga asosan javob to'g'ri qaytib kelmaydigan sababi mushuk ikki narsa bo'lgan bilan o'xshab ketadigan vektorga ega bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Bu to'g'riliq barbara bundan keyingi videolarda tushuntirish, aydınlaştırış berishni o'ylashyapman, xudoyim buyursa. Hamda buning roli degani bayatım so'zlab o'tgandek, shu modelni bizning tilimizning ma'nisi yoki munosabatini son orqali ifodalash imkoniyatiga ega qildi. Yig'incha qilsak, til modelining yasash qadam bosqichlari shu 7 bosqichni besib o'tadi ekan. Buning birinchisi shu avval sonliq o'zimiz kerak
sonliq ma'lumotlarni to'plash va uni bir qilish, oldin bir qilish. Yandan keyin yasamoqchi bo'lgan modelniki loyihasini bekitish. Endi loyihasini bekitish degan cho'ngroq hukm bo'lg'achqa, loyihani bekitish degan sal cho'ngroq hukm bo'ladi ekan bu yerda. Bu bosqichmi yana 3 tarkibni o'z ichiga oladi ekanda. Yani bunun birincisi kurulmasını, umum kurulmasını, yani çertiyojini sızıp çıkış, yani kurulmasını bekitiş, yani kim parametrlerini tanışış. Şunun bilen birge ama şu tokenization, yani belge koyuş, belgileştiriş, kompüter tanıydıgan vektorga aylandırış.